Do'stlar, o'zim uchun qadrli bo'lgan shu Mercedes mashinani remont qildirib, chiroyli qilib obunachilarimdan biriga hadya qilmoqchiman. Bilaman, hozir bir ikkita negativlar kelib kommentariy yozishni biladi. Shu ham padargami, shu ham hadyami, yaxshiroq narsa bersang bo'lmaydimi deb olib yozishadi. Hamma ham sharoitidan kelib chiqib padarga ulashadi. Men uchun bir dona ruchka ham padarga hisoblanadi. To'g'ri, boshqa bir blogerlarga o'xshab chiroyli narsalar, chiroyli telefonlar qo'yib bera olmashim mumkin. Xudo xolasa hamma narsani vaqt soat keladi. Nima deb o'ylaysizlar? Shu mashinani chiroyli qilib, remont qildirib, rosa minadigan qilib sizlarga hadya qilsam bo'ladimi? Xudo xolasa mashina o'zimning nomimda yutib olgan odam xolasa hojatini chiqaradi, mashinani sotadi, biror kamchiligiga ishlatadi. Xohlamagan odam maza qilib minadi. Fikringlarni kommentariy yozib qoldiringlar. Bitta like bosishni unutmanglar. Unga chor mashinamiz ham xudo xolasa chiroyli bo'lib remontdan chiqadi inshaalloh. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Meni hadyamni berayotgan padarga sizlar uchun yoqadi degan umiddaman.